Assalomu alaykum. Meni kuzatib borayotgan xalqim. Men Moskvaga kelib, Moskvadan Rostov-Donuga bolajonimni izlab ketyapman. O'zimni ko'rsatolmayman nimagaki. Qovoqlarim ishib yotibdi yig'laganimdan. O'zimni ko'rsatganda xijolat bo'ldim. Mana duo qilinglar. Men Rostov-Donudan bolamni topay. Bolamni O'zbekistonga olib ketay. Agar bolajonim Rostov-Donudan ham topilmasa, unda urush o'chog'iga o'zim boraman. Agar meni hech kim olib bormasa, meni olib borgani jur'at etishmasa, men o'zim yolg'iz urush o'chog'iga kirib boraman. Bolam yurgan yo'llardan yuraman. Bolam bosgan izlarda bosaman. Bolam his qilgan narsalarni his qilaman. Agar o'sha yerlarda o'qlar tegib o'lib ketsam, bolajonimga yaqin holda o'laman. Agar o'lmasdan tirik qolsam, inshaalloh bolamni jasadini ko'tarib chiqaman. Agar bolamni jasadini topa olmasam, bittalab suyaklarini bo'lsa ham teraman, inshaalloh. Bolamni tirnog'ini ham bu qonxo'r, bu o'ris yurtlarda qoldirmayman. Bittalab suyaklarini bo'lsa ham teraman. Jasadlarini ko'zlarimga suraman bolamni. Hozir yo'lda shopir to'xtadi. Ozgina dam olay dedi. Hozir qaysi joyga kelganimizni ham bilmayman. Mana Nemajon o'zlari mana hozir o'shadan tushib keldilar mana. Xalqim, yaxshimisizlar? Давай по чуть-чуть на русском языке говорю. Вот мы сейчас едем, мамы Фирдаусон, в Ростов-Дону. Там остался около 380 километров. Мы едем, у нас цель, чтобы найти Фирдаусу и привезти солнечный Узбекистан. Молитесь, мой народ узбеков. Ваша молитва для нас очень ценная. Нам дает сил. Молитесь, кто что сможет, пусть поможет. Кто-то с молитвом, кто-то с финансом, кто-то добрыми словами. Молитесь, мои добродушный народ, мой Узбекистан, узбеки. Молитесь. Дай Бог вам здоровья. Meni kuzatib borayotgan mehribon xalqim. Men Rostov-Donuga yetib keldim. 1200 kilometr Moskvadan bosib Rostov-Donuga yetib keldim. Nemajon olib keldi meni. Mana keldik, bordik. Bankomatiga borib, mana bunaqa adreslarimni kirgizdim. Mana shularni yozib talon berdi. Talonlarni kirgizib pasportimdan ksera qilib kirgizib olib qolishdi. Ertalab soat 9da kelinglar deyishdi. Shetgacha keldi bu xalqim. Sizlarni yordamlaring bilan shetgacha keldim. Endi bolajonim inshaalloh topib olib ketaman. İnşallah. Agar bolajonim betlardan chiqmasa, o'sha urush maydoniga o'zim boraman. O'shadan eskini topib urush maydoniga o'zim boraman. Borib o'sha urush maydonidan bolamni olib chiqaman. Bolam yurgan yo'llardan yuraman. Bolam bosgan izlarda bosaman. Mana bolam his qilgan narsalarni his qilaman. O'sha yerlarda o'lib ketsam agar bolamga yaqinroq bo'laman.
Agar bolam chachilib ketgan bo'lsa, bittalab suvelarini teraman. Ko'zlarimga surtaman. Qo'llariga yuzimni yuvaman bolamni. Bolamni olib chiqaman terib suvelarini. Bitta tirnog'ini ham qo'ymayman bolamni. Bitta tirnog'ini ham qo'ymayman. Bolajonimni olib chiqaman, olib kelaman, O'zbekistonga olib ketaman. Betlar suv, qonxo'r yurtlar betlar. Betlar fashistlar yurti. Bolamni tirigini qaytara olmaganman. Endi albatta yo tirigini yo o'ligini olib ketaman. Inshaalloh. Duo qilinglar xalqim. Duo qilinglar. Olib ketaman bolamni.